Qizlar, ovozim bormi? Ovoz boryaptimi? Hozir primoy shu joydaman. Niyatlaringizni qilinglar. Mana nimani masjidni ko'rsatib turaman sizlarga. Ovoz yaxshimi? Zapisni ochdim. Qizlar, qo'l ko'targanlarni ochdim. Sohiba, Alim va Oydin, Gulmira. Assalomu alaykum. No problem, let's go. Va alaykum salom. Qandaysiz, Rayhon opa, yaxshimisiz? Men bunday turayam. Mana bunday Ha, ko'rib juda turinglar. Va alaykum salom. Mana shunday ko'rinib tursin-a hammangizga. Ha, shunday qiling ustoz. Juda chiroyli, qandoq yaxshi. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Rahmat, rahmat. Hammamizga Biz qabul. ham siz bilan. Mazza qilib ko'ramiz. Rahmat. Ana hozir tasodifiy kutilmaganda bo'ldi. Mana bizani ulashdi. Bu joyda problema yo'q ekan. Nima bilan ulanishdi. Mana shuni Qubbat as-Sahro mana shu qoya gumbazi deyiladi o'zbekchada. Mana shu joyda tosh bo'lgan, qoyada tosh bo'lgan. Bu payti payg'ambarimiz arshga chiqib ketganlarda bu joyda masjid qurilmagan bo'lgan, ochiq bo'lgan. Keyin ularga nisbatan sevgi, mehr va muqaddas joy ramzi sifatida bu joyga masjid qurilib, gumbaz qurildi. Gumbazi tilladan. Mana shuning ichida nima ham bor? Tosh bor. Hozir kiraman ko'rsataman sizlarga. Mana o'sha joy, mana shu Priyam tepasida shunday samo yo'li bor, arshga chiqadigan yo'l bor. Hozir mana o'sha joyda sizlar energetik onlayn ulangansizlar. Bemalol niyatlaringizni qilinglar. Gapiradiganlar bo'lsa gapiringlar, ovozlaringizni El Anrani ham ochdim mana. Keyin Mohira Turkiya sizni ham ochdim. Tez ketma-ket gapiraveringlar qizlar. Otam bilan onamga ham ulab beray bitta, keyin ichkariga kiraman. Assalomu alaykum ustoz. Mohira Turkiyadan mana ulandi. Avtomat ulanganlar mana bular.
Tuzimsiz? Sonlaringiz yaxshimi? Mazza qilyapsizmi? Duo qiling bizni ham. Qilinglar o'zinglar, duo qilinglar, o'zinglarga to'g'ri ketadi o'zinglarga. Alloh bizga ham tez kunlarda borish nasib qilsin. Energiyasiga ulandim. Juda oson bo'lmadi bu joyga kelish, o'rtoqlar, oson bo'lmadi. Juda katta sinov, imtihonlardan, ekzaminlardan o'tib keldim bu yoqqa. Dunyoni videosi, dunyoni rasmlari, ma'lumotlari tiqilib ketdi telefonimda. Endi uni bilmayman, 17-da qaytaman Toshkentga, o'shangacha bu joydaman. Keyin sizlarga uni ketma-ket Yuboraman-da. ketma-ket bir-biriga. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Kim gapiryapti? Elanra? Ulanganingizni qarang. Ulanganingizni qarang. Bo'ldim, rostayam. Ziyoratlaringiz Alloh roziligiga erishtiradigan, fayzli, barakatli ziyoratlardan bo'lsin. Energiyalaringiz to'landi. Amin, amin. Energiyalaringizni shundoq his qildim. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Aytganlaringiz Yaxshi o'tsin ziyoratlaringiz. mana Xudojon, Hammamizga nasib qilsin. Alloh, mana men vakil bo'lib O'zbekistondan keldim. Hozir Amin, mana amin. shu joyda bizada O'zbekistonga onlayn ulanganmiz. Mana Xudo bilan gapimizni eshitib o'tiribdi. Bizani mamlakatimizga baraka yog'dir, ey Xudo. Sog'lik, tinchlik, totuvlik, odamlarga baxt yog'dir. Qalbini och, Amin, amin. o'zingga och odamlarni qalbini tezroq ulansin va asl ilohiy sevgini hamma his qilsin. Hamma kambag'allikdan, kasallikdan, pulsizlikdan, muhtojlikdan chiqib ketsin. Amin, amin. Hamma Ulg'aygan kunlarda anaqa qilyapsiz, duo qilyapsiz. Endi Xolis ijobat. O'zbekistonimizga juda katta nur tushyapti. Kecha Al Halil shahriga bordim. Ibrohim alayhissalom, Ishoq alayhissalom, Bibi Sora, Ishoq alayhissalomning xotinlari Rafiqa ona, ularni qabrini ziyorat qildim. Dunyo qiziqarli voqealar bo'ldi, sarguzashtlar bo'ladi, hammasini sizlarga nima qilib beraman. Ana, El Anra, ochinglar kamerani, qizlar kamerani ochib ulanib olinglar El Anrada. Hozir ayni bizda O'zbekistonda og'iz ochar payt iftorlik dasturxonlar atrofida o'tiribmiz. Bu yoqda 3:24 qizlar, ochinglar kameralarni ochinglar, ulaninglar, davay, tez hamma ulansin. O'rtoqlar, ochinglar, ulaninglar, patti-satti bo'lsanglar ham ochinglar, soch-poch ahamiyat qilmanglar, ochinglar, ulaninglar bu yoqqa. Mana hamma ulansin o'rtoqlar. Mana Allohim biza nur yo'liga kirgan ayollarimiz, shular hammasi meni o'quvchilarim. Hammamizdan nur yog'ilyapti. Mana shu qora ko'zlar qanday qilib Xudo shularga sevgi bermaysan, qanday qilib davay bizani arshga olib chiqib jannatlarni ko'rsat, endi biz tayyormiz. Inshaalloh. Mana bizadan bitta vakil keldi, provodnik mana keldi. Nimaga Quddusga keldim. Bu yoqqa kelgunimcha meni Isroil elchixonasi titib chiqardi. Aeroport titib chiqardi. Hamma biladi, Isroilga kelish oson emas. Ham qimmat shahar. Sizlarni hammalaringizni kursga to'lagan pullaringizni men bir-birlab, misqollab mana shu joy uchun yig'dim. Sizlarni pullaringizga to'lov qilganlaringizga keldim. Hammani, ya'ni gruppovoy сознание, kollektiv o'tyapti. Sizlar to'lagan pullaringiz bilan shu joyga keldim. Hamma to'lov qildi bu joyga. Xudo o'shaning uchun mana bizga vaqt ochib berdi. Bemalol ana qilinglar dedi. O'shaning uchun nima qilib yotibman shu joyda. Amin, amin. Sizga nasib qilsin. Hammamizga. Hamma gruppovoy borish nasib qilsin. Ilohim hammaga. 1 yildan keyin sizlar ham kelishga nasib bo'lsin hammalaringizga. Amin, amin. Inshaalloh, inshaalloh. Mana qaranglar, mana bu yoqda qaranglar, mana shuncha. Qadamda aqronalar, avtomatlar, tekshir. Boshida biroz nima hayqirish bo'ldi, qo'rquv bo'lmadi, lekin qadamda kecha Al Halil Ibrohim payg'ambarning nimalariga borganimda, shahriga, Falastinga borib keldim kecha. Falastinliklar bilan o'rtoq bo'lganman, oshna. Приключение вообще. O'shanga hali aytib beraman. U yoqqa borib keldim, u yoqda mana qo'riqlab yuribdi-da, necha marta bu masjidga anaqa qilinganda, anaqa tajovuz bo'lgan bu masjidga buzishga, o'shaning uchun doim aqrana juda kuchli qo'riqlanadi.
kecha u yoqqa bordim, u yoqqa borgunimcha ham avtobusdan tushirib pita qilib tekshirdi rosa. Keyin shunday Ibrohim payg'ambarni, Ishoq payg'ambar ota bola bir joyda, ularni xotini ham, lari ham bir joyda, ularni yonida Yusuf payg'ambar bilan Yoqub alayhissalom unga kirgizmadi. Unga dedi yevreylar kiradi dedi. Keyin men aytdim, hammasini kirgizib beringlar desam, yo'q dedi. Sen kirib chiqding, sen muslimsan, bu yoqqa kirding deb kirgizmadi. Mayli dedim. Mana aytdim, Yusuf alayhissalom, Yoqub alayhissalom, mana men yo'llarida turibman. Mana u yerdagi bo'lish onglari qo'ymadi. Lekin sizlarga men Qur'on tilovat qilaman. Sizlarni sevgimni ana qilinglar. Mana Yusuf alayhissalom sizlarga atab she'rlar yozganman. O'sha ayollarning sevgilarini olib keldim, O'zbekistondan keldim. Endi O'zbekistonga ham Azon eshitdim. aytildi. Asrgami? Hozirda 3:25 bo'ldi. Asr bilan. Bir soat farq ekanda Turkiya bilan. Necha kunga bordingiz? Necha kunga bordingiz? 17-gacha. Bo'lish ongi yo'qda, hamma joyda eshiklar ochiq. Hamma payg'ambarlarga juda aytadigan, bo'lishadigan gaplarim bor. Sizlarga bu hammasi katta bitta dastur bo'ladi. Mana ertaga nimaga ketaman? Irixon degan shahriga ketaman. Jeriko deydi bular. Bu yerda Jeriko. Kecha mana mana u yoqlarni ham ko'rsataymi sizlarga? Mana u yoqlarni ham ko'ringlar. سمع الله لمن حمده الله Hali 17-gacha kelaman. Yana zapisni ko'rganlar xavotir olmanglar. Kanalni kuzatishda yana kelib qolganlar ham ulaymiz. Ertaga Irixon degan shahriga ketaman. U joy Muso alayhissalom qabrlari bor. Kecha bitta hassa oldim. Ana payg'ambar ongi 2da o'qiganlardan ichlaringizda. Payg'ambar 2da. Qo'l ko'taringlar, kim o'qidi? Qo'l ko'taringlar, kim o'qidi? Men o'qidim. Muso alayhissalom bizga inisiatsiyada nima beruvdilar? Aso berdi. Oltin aso. Kecha oltin aso olganman-da. Yoqamni ushlab hayratdaman. Inisiatsiyada nima berilayotgan bo'lsa hammasini oldim. Kecha mana Zakariyo degan shopirda oti Zakariyo ekan, o'sha meni olib bordi. Al-Halildan menga nima beryapti? Tasbih beryapti. Qaysi payg'ambar bizga tasbih berdilar? Payg'ambar Zulkifl. Kecha Zulkifl emas. Fazli tasbih edi. Zulkifl emas. Boshqa bittalari kim berdi? Zakariyo bergan. Zakariyo. Zulkifl bilan Zakariyo endi o'xshagani uchun anaqa qildi. Zakariyo payg'ambar zikr qilish, Zakariyo zikr qilish. O'shaning uchun mana bu tasbihni zikr qilamizda. O'shanga anovi kecha Zakariyo taksichi menga 2 ta zaytun tarafdan qilingan bozordan sotib, bu senga hadya deb berdi. Yo tavba, inisiatsiyadan nimalar berilgan bo'lsa hammasini olyapman-da. O'shaning uchun inisiatsiyani nimaga eshita olmaysiz? Soflanmasangiz eshita olmaysiz. O'ta sof energiya inisiatsiyalar. Jannatga olib chiqib ketadi. Inisiatsiyalarni aytingda ustoz, hech bo'lmasa 40 martadan eshitsa zo'r bo'ladi. Shunaqa ketma-ket eshitaverish kerak. Agar inisiatsiyani qancha ko'p eshitsalar, teriga, hujayraga kiradi-da nur. O'shanda chiqib ketadi. Anglash zo'r bo'ladi. Juda ko'p eshityapman, men tinmay eshitaveraman. Kechasi ham. Energiya ko'p-da inisiatsiyalarda, juda energiya ko'p. Inisiatsiya bag'ishlovda, chunki inisiatsiyalarni bag'ishlovman. Ovozlarni ochib yotibman. Mana Nazokat Saidullayeva ochdim. Ismoilova sizni ham ochdim. Dilfuzaxon Ismoilova ochdim. Rayhon opa, Sanjiba ochdim. Va alaykum salom. Ana kameralarni ochinglar qizlar, kameralarni ochinglar, ularni bo'linglar energetik, onlayn ulaninglar. Quddus energiyalar. umro'zor bo'lsin Allohim.
Jannatga o'tish boshlandi, qizlar. Jannatga o'tish boshlandi. Energiyalarni birinchi olib o'tadi. Va alaykum salom. Assalomu Marg'uba, alaykum. qandaysiz? Allohu akbar. Yaxshi. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Bizga nasib qilsin. Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Dars o'tirishadi. Sizni yaxshi ko'ramiz. Onam hammani yaxshi ko'raman. Mani kelganim bu joyga Xudoning sevgisi O'zbekistonga tushgani. Assalomu alaykum. Borish. Ko'targan bizlar ochdim qizlar. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum Rayhon. Qashqadaryoga nur Marg'uba otam ham kursida ayting, otam ham kursida. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Alaykum. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Sog' salomat yuring. Mahbuba yig'layapti, Mahbuba Mamatova. Xosiyat Xorazm, xosiyat salom. Quddusda o'rtoqlar. Anaqa rostdan qanaqa samolyot bor ekanmi Quddusga? Mahliyo Do'stqulova, Mohira Turkiya, Dilfuza Ismoilova. Jonchalar, Xudoni sevganlar, mana bu Xudoga oshiq bo'layotgan, mana shu Xudo mana qara hammasini ko'rgin-da, mana shular senga oshiq shular. Mana shular hamma mehribon mana. Anjiva Nafisa, Anaya Sirius, Marg'uba, Gulmira Bahriddinova, Sohiba, mana 3 ta yurakchalar bugungi qo'shilganlar. Hammamiz inshaalloh yetalab olib borasiz ustoz. Bizga Xudo xolisa. Nargiza salom. Nodira Gulyanoq ochdim sizni ham mana. Ulanganlar, ularni oling. Yana kelaman. Ertaga Irixonga borib kelay. Birdan yelkamdagi yuk ketdi. Mana sizlarga ochib berganimga yelkamdagi. Assalomu alaykum. Sog' salomat yuring. Ha. Bizga sog' salomat keling. Rahmon va Zulfira, Mo'mina, Annayeva Sarvinoz, Gulmira Bahriddinova. Siz Rayhon opa. Juda ko'rinmaymish farishtalar bormish bu yoqda, farishtalar bo'laymish. Keyin Iso payg'ambarni men qaraylar kelganimni. Men 6-kun keldim, 7-mart kuni Iso payg'ambarni kunini har yil nishonlar ekan ular, o'sha traditsiyada qatnashdim. Keyin mana bu joyda, mana orqa tarafimda Gevsimanskiy bog' bor. O'sha joyda Davud alayhissalom, keyin Zakariya alayhissalom, Maryam ona, keyin Maryam Magdalena degani bor ekan, avliyo ayol Maryam ona qabrlariga kirdim. Bu Gevsiman partiya Robiya al-Adadiyaga kirdim. Robiya al-Adadiya ham shu ekan, albatta. Hammani aytib duo qildim. Juda ko'p joylarga bordim. Juda ilohiy jarayon. Zilola kirdi. Duolaringiz qabul bo'lsin. Hozir endi qizlar, men bittagina oilaviy otam-onamga bitta ulab beraman-da, keyin ichkariga kiraman. Qarab turinglar, translyatsiyani ochaman, toshni ko'rsataman. O'sha nima? Men turgan tosh bor, o'sha toshning ustidan Jabroil olib chiqib ketganda, arshga olib chiqib ketganlar. Men bir tush ko'rdim 12 yil oldin, 12 yil bo'libdi, 2025-yilda. O'shanda 3 ta osmondan o'tdim-da, Xudo o'tkazyapti kanatda, bundoq deyapti. Chaqirdi, kanatda oldiga bordim. Chiq dedi. Endi u ovoz shunaqangi ilohiy sevgi ovozi edi. Unaqa ovoz yo'q. O'ta mehribon bir ota, mehribon bolasiga diladi-yu, o'shanaqa. Kanatga chiq dedi. Keyin chiqdim. Qara dedi. Qarasam, kanatda ketyapman, kanat pastida shunday ajabtovur shahar. Voy, muncha chiroyli desam, yana bor deyapti. Ikkinchisiga chiqdim. O'sha kanat bilan ikkinchiga chiqdim. Keyin ikkinchiga chiqib yana qarayapman, bu boshqa olammish-da, u ham endi shahar. Voy, bu bundan ham chiroyli deyapman, yana bor deyapti.
Keyin yana bitta tepaga chiqdim kanat bilan, endi yana qara deyapti. Qarasam, bir-biridan bu ham go'zal shahar, voy deb turganimda boshimning tepasida har xil tovlanadigan charchisim paydo bo'ldi. 2013-yil, mana 2025 12 yil bo'ldi. 12 yilda burjdan chiqqanman, 12 burjdan chiqqanman, oy va quyoshdan. O'shanda men Turkiyada bola qarardim. Noyabr oyi 26. Boshimning tepasiga o'sha narsa voy deb qaraganimda bu Meraj dedi. Shu joyda uyg'onib ketdim, kechasi 2:30 edi. Mana shu joylarga kelish ekan-da, o'sha 12 yilda tushim mana ro'yosi bilan kelib o'tibdi. Zafar Ismoil va sevgisini qabul qilayapti Shahlo. Mahliyo. Gulnora Kuralova. Payg'ambar oldida bir marta tugatganimda dasturxon shunaqa oltinga aylanib qoldi-da, xuddi bir ana qirollar bo'lgan-ku, oldin toji bor, qirollar, olmasi bor, tojida olmoslari bor, qirollar ya'ni. O'sha qirolni oldida ekanman-da, dasturxon oltinga aylanib ko'rsida qadoqlab, o'sha qirol menga shunda tojini olib, mana keyin endi siz deyapti-da. Men aytayapman, men qirol tojini olmayman. Anaqa bo'ldi, eshitolmadim. Gapirgan, endi gapirgan eshitmadim qo'yib. Ustoz, meni eshityapsizmi? Nargizani Mahliyoni uzilib kelyapti. O'rtoqlar eshitib bo'lmayapti. Ustoz. Ustoz, gapirayapman, eshityapsizmi? Keyingi Ramazon oyida kim bu yoqqa vibratsiyasi yetsa kelamiz. Men kanal ochdim, ya'ni yo'lini topib oldim. Isroildan viz olib bu yoqqa kelishdi. Faqat tozalanish oy va quyosh ichidan tozalanish. Tez kunda olib boring bizni ham. Qabul bo'lsin hammalaringizniki jonchalar. Alim va Oydin qabul bo'lsin. Muborak hammaga. Energiyalar muborak bo'lsin, fidolar. Mana hammalar azamat Kuralova, Sohiba Shamsiddinova, Dildora Raufova, Shayx bitta oilaga onamga ham bitta ulab bering. Keyin ichkariga kiraman. Ichkaridan to'xtab turinglar, ichkarini yana kelaman bu yoqqa. Yo'limizni ochib kelsak, Irixonga ketaman, ertadan keyin Ramla va Akko degan shahriga ketaman, ikkita joyga. Yana kelaman bu yoqqa. Keyingi hozir Danimani barcha gunohlarimni mag'firat etgin, Xudoyim, barcha orzu-niyatlarimni yetirgin. Orada bölüm bo'shaganini o'qiyman. Xudoyim, Alloh yetirgin. Hozir ichkariga kiraman. Tak, ichkarini hozir men u yoqda o'zim emas, u yoqda ko'rsatmoqchiman sizlarga. Qanday qilsam ekan? U yoq ko'rinar ekan qani? Kamerada. Sizlarga o'zim emas, u yoqda ko'rsatmoqchiman. Mana bo'ldi qizlar. Ana, ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana anetdan avotuvdim bo'ya. Endi mana endi men kirish joyi. Mana sizlarni onginglar, ruhinglar men bilan birga kiryapti. Shunday his qilaveringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana kirdik ichkariga.
Oyoq kiyimni yechamiz. Biz tosh yonidan kirdim shekilli. Mana bu yoqqa oyoq kiyimni qo'yayda. Hozir odam kam, kechga iftorga juda ko'p odam keladi. Mana ichini ko'ringlar. Mana hozir namoz vaqti, namoz o'qilyapti. Biz men sekin toshni oldiga boraman. Zapisni ochdimmi? Qani, ha, zapis ochilgan ekan qizlar. Ovozni ochmay turaman. Mana men bilan boshladingizlar aylanishni. Mana iloji boricha rakursni yaqindan sizlarga ko'rsatib beraman. Qur'on kitoblar hamma yoqda. Ochkimni solib qo'yadi. Hamma yoq kristal. Mana shular hammasi kristallar. Endi mana bu yoqdan ham kirish joyi bor. Har bir 6 tami, 8 tami kirish joyi bor. Tak, menimcha ochiq, mana ochiq ekan qizlar. Mana shu joydan. Mana shu tosh. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu tosh. O'rtasi kavak ochiq, muallaq tosh deyishadi. Naryon tomonlari tekkan. Yerga pasti bilan. Mana shu oynalar bilan usti yopilgan. Mana shu toshni usti gumbaz bilan yopilganda masjid qilingan. Hozir kiramiz mana bilan orqasidan. Mana Alloh deb yozilgan. Ana endi kiramiz. Mana tosh mana shu. Excuse me, dear. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarni ham qo'llaringiz tegyapti hozir. Mansiz. Bu muborak tosh. Bunga постоянно arshda nuri tushib turadi. Boyaga. Mana shu joydan kirdim, mana shu joydan kirdim zinadan. Ana shu tosh ustida payg'ambarimiz o'tirganlar. Me'roj qilyapsizlar hozir. Hamma me'roj qilyapti. Isro va me'roj bo'lyapsizlar hozir.
Ko'proq energiyasiga ulaninglar. Shu yerda o'tiradigan joy bor ekan. Ozgina o'tiray, energiyasini olinglar, duolaringizni qilinglar, niyatlaringizni qilinglar. خلي كمان واحدة من بعيد. إيه يجمعوا صوتوا. هاي سراج طلع بيديك طلع بيديك. أيوة حاسين طلع بيديك. سراج خليك زي. طلع عليك اطلع يا علي مش عارف Bu yerda ovozlaringizni ocha olmayman chunki namozni o'qish o'tibdi. O'zbeklar ham bormi deymanda shu. Ana o'zbekcha gapirishyapti. Ko'rdingizlar, o'zbeklar ham bor. O'zbeklar oyog'i yetgan bu yo'lga. Butun dunyoni egalladi o'zbeklar. Juda siypanchoq ekan, oyoq siypanib ketadi. يلا انا سراج مد ايدك مد ايدك هاي ايوه ايوه طلع علينا اضحك عليك Shuni zapisini ham yo hozir jonli kim qatnashayotgan bo'lsa hammasiga niyatlari ijobat bo'lsin. Allohim hammasini qilgan qizlar niyatini ijobat qilgin. Hammani oilasiga, vujudiga, qalbiga, ruhiga, ongiga ash nurlaring tushsin, hammani uyg'otsin, hammani Hasanga qovushsin, hamma ulansin ongi bilan. Keyin rasmni ishlab olarman, mana shunda o'tirsam. Mana bunda o'zlari sizlar aylanyapsiz. Sizni aylantirishimiz kerak. O'tirsa bo'laykanmi bularga? Ana shu yerda o'tiraman, niyat qilasizlar. Zapis ochiq turadi. Hozir kamerani tepa qilaman. Telefonni tepa qilaman hozir.
Niyatlar qilaveringlar sizlar. Bismillah. Niyatlar qilaveringlar. Bu yoqda boshqa xotirlar bo'lsa bizani olma deyapti. Hozir men endi u yoqda nima qilaman? U yoqqa chiqaman qizlar. Kamerani bu yoqqa o'tkazib olamiz. Chiqayotgandan olaman keyin. Ochildan qizlar zapis ochildi mana. Men chiqib ketyapman. Tashqariga chiqaman. Aqsoga o'tamiz, Al-Aqsoga o'tamiz. Mana tosh tepadan ko'rdingizlar mana. Gumbazni ham ko'rdinglar. Ana shu gumbazda katta sir borda, shu gumbazda. Mana toshni ham tepadan mana ko'rdinglar. Mana tepadan ko'rinishi toshdi. Kovak bu yog'i. Hamma niyatlarimiz ijobat bo'lsin ilohim. Meni o'quvchilarim, qizlarim, hammasi buyuk. O'zbekistondan ham buyuk avliyo ayollar. Bir avliyo ayollar yetishib chiqsin. Odamlar uyg'onsin, butun O'zbekistonimiz uyg'onsin. Mana niyat qilamiz, hammani qilgan niyatlar amalga oshsin shu joyda. Gruppamdagi, YouTube'dagi kim ko'rayotgan bo'lsa hammasi ulansin. Kursda o'qiyotgan o'quvchilar hammalari kuchli masterlar bo'lib, nur masterlar, yerga nur taratuvchi masterlar bo'lib yetishsinlar. Endi deylar, oyoq kiyimni qayoqqa yechuvdim, oyoq kiyimni. Men u yoqqa yechgan bo'lsam kerak edi. Mana endi u yoqqa boramiz. Bugun sizlarga anavi qildim. Energiyalarni olib olinglar. Mana yana Toshchigondan o'tyapmiz. Bu o'sha kundan bilmayman, necha soat 7gachami? 7gacha, 7dan keyin yopildi adashmasam shu kun. Menimcha shu yoqqa oyoq kiyim qo'yuvdim. Ana endi sizlarga men Al-Aqsoni ko'rsataman. Al-Aqsoga o'tamiz. Qubbat as-Sahrodan Al-Aqsoga o'tamiz endi. Menimcha mana shu joydan kirdim, shu joyga oyoq kiyim qo'ydim. Ha, shu yoqda ekan. Nargiza menga podarka qilgan oyoq kiyim mana u. Azza mana tabarruk shu Al-Aqsoga kiyib o'tiribdi-da. Qarasanglar. Mana shu Nargizaga ham jannatlardan ato qilsin Xudoyim. Rahda. Bismillahirrohmanirrohim. Ana chiqdim, 4-kalmadan chiqdik-da, o'rtoqlar. Voy bir odam. Ana sizlarga Al-Aqsoga o'tamiz. 5-getdan-da. Hozir oyog'imni kiyib olib. Tak, ana. Quyosh yana charaqlab chiqdi. Ana endi sizlarga mana juda katta territoriya bu anaqasi.
atrofim. Kechki payt bu joyda xotinlar hamma anaqalar o'tirib nima qilishadi? Iftorlik qilishadi yerda. Tashqari ichi ham odam to'la bo'ladi. O'sha kun birinchi kun kelganimda rosa ovqat hidlari kelib yotuvdi. Mana bu 5-eshik. Sahroga kiradigan. Mana bu 6-chi. Mana bu 7-chi. Shu 7-chidan o'ta qolamiz, xo'pmi? Keyin sizlarga anaqa Gevsiman parkini ham mana uzoqdan ko'rsataman. Mana shu tarafda Gevsiman park bor. Nima Maryam onani qabri o'shda, Zakariya payg'ambarning qabrlari o'shda, Davud alayhissalomniki ham o'shda ekan. O'sha atroflarda dedi uncha topa olmadik, lekin chunki ularniki noma'lum ekan, taxminiy ekan. Hatto o'sha Zakariya alayhissalomnikini ham taxminiy deyishdi. Mayli, yana kelamiz bugungi energiyalar uchun. Qubbat Assas Sahra katta rahmat. Qoya gumbazi. Endi tushundinglar nima uchun bu masjid qoya gumbazi deyilishini? Boyagi o'sha qoya deb aytilgan. Endi mana bu atrofdagi mana bu yerlar bor, keyin bular ko'tarilgan. Bu unaqa tekis bo'lmagan u paytda, payg'ambarimiz Me'rajga chiqqan paytlarida. Mana bu nima bo'lgan? Past bo'lgan bu joylar, keyin bu anaqa bo'lib ko'tarilgan. Mana ko'ryapsiz, mana zina bilan chiqilyapti bu yerga. Zina bilan chiqyapti, o'shaning uchun qoya deb aytilgan. Bu qoya bo'lgan, tosh tepada turgan bo'lgan. Bu yog'i teshik bo'lsa ham mana shunaqa tosh bo'lgan. Shuning uchun qoya gumbazi. Bu qoyaga gumbaz qilib oltindan nima musulmonlar uchun deb masjid qilishgan buni. Buni ramzi shu, qoya gumbazi, qubbasi, gumbazi, qoyaga qo'yilgan gumbaz degan ma'noni anglatadi. Al-Aqso bilan buni adashtirishadi. Chunki mana shu Al-Aqso tevaragida, o'sha hududida, chunki bu masjidgacha bu yerda faqat Al-Aqso bo'lgani uchun Al-Aqso keng qolib ketganda nomi. Mana o'zi bitta joyda bular hammasi. Hozir hamma Me'raj qilyapti o'rtoqlar. Mana 12 yil bo'libdi. 2013-yil men o'sha noyabr oyida 26-noyabrmida Turkiyada bola qirardim. Kecha soat 2 da tush ko'rdim. Bu Me'raj dedi. Mana ongim bilan kelganim shu ekanda. 12 yil bo'libdi. 12 yilda 12 oy va 12 quyosh burjidan chiqqanman. Qaranglar-da, Me'rajga ham payg'ambarlik yillarini 12-yili Me'rajga chiqib ketganlar. Hamma shu energiyaga kelish kerak, shu onga kelish kerak. Hozir siz Me'raj qilyapsiz, Isro va Me'raj bo'lyapti. Chunki Isro bu Isroil, mana shu joy. Shu joy Isroil, Yerusalim ruschada, yahudiychada, o'zbekchada Quddus deydi. Islomiy mamlakatlar bu joyni Quddus deb aytadi. Isro va Me'roj, mana Isroda, Isroilda Me'raj, ya'ni uchar jism Me'rajga chiqib ketish. Hozir sizlar Me'raj qilyapsizlar. O'rtoqlar, hozir hammamiz Me'raj qilyapmiz. Qanaqa baxtli insonlar bizlar, qaranglar, bizlarning kanalimizga nur yog'ilibdi Allohdan. Bu hammaga nasib qilmaydi. Hozir qancha odamlar bahra bu energiyalardan. Shu nimangiz bor-da, sizda ballaringiz bor. Xudo yo'lida intilib yotibsiz-da. Mana. Get, mana har tomonlama. Mana shular ham juda eski devorlar. Ularni bir nima maydalab anov qilishga ham meni hech ham vaqtim bo'lmadi. Bir maydalab o'rganishga. Mana qaranglar, shunda Qubbat as-Sahradan tushdim. Mana Al-Aqsa bu yog'i. Mana bu Al-Aqsa. Shu nomi bilan butun dunyoga mashhur bo'lgan hamma Al-Aqsa deb aytadi bu joyda. Mana shuni adashtirishadi. Bu Qubbat as-Sahra, mana bu mana yonida Al-Aqsa. Mana. Boya kirib chiqdim, shuni videosini menimcha tashladim Siriusga. Bir ochib qaraysizlar, mana boya mana shu joylardan o'tdim. Hozir sizlarga Gevsiman parkini ko'rsataman. Aprel oyi polni mana bu energiyalarni montajlar qilib o'tkazib, hayitlarni o'tkazib olamiz. Keyin mana bu yoqqa olib ketaman sizlarni hozir. Onlayn bu yoqqa sayr qilasizlar. Bugun bir Quddusda Me'raj qilinglar, sayr qilinglar. Mana. Buni nimadan ko'rsataman? Boya video olsam maylimi desam, ha deyishdi. Anetdagi охраналар. Faqat ichkariga kirmayman-de, nimadan ko'rsataman sizlarga shundoq. Endi mana bu devorlarning orqasida ham stena placha deydi. Ya'ni nima edi, yig'laydigan nola qilish devorimi shunaqa. Hozir tarjimasi ham zo'r tarjimasi bor edi buni. Nola qilish.
nola devori, ya'ni yig'lash devori. Stena plachada. Mana 6 garmoniya bo'ldik. Mana qizlar qaranglar. 6-chi darvoza. Biz hozir Quddus va As-Sahro arsh bilan Xudo bilan garmoniya bo'ldik hozir. Hozir hammani qalbi garmoniyada. Mana bu Al-Aqsa. Tak. Mana onginglar ko'rdimi? Keyingi yilda o'zida kelib o'tirasizlar. Qarab turinglar, nima tortib oladi onginglar. Faqat ungacha bal yig'ish kerak-da. Massa bal yig'ish kerak. Ungacha mana bu joyda olaman, ichkariga kirmayman. Ichkari kirmayman, boya hammasi erkak ekan. Nima bo'lsa ham, mayli gapirishsa ham, zabt etay, to'riga ham boray dedimda boruvdim, keyin bitta erkak aytdiki, "Qara, hammasi erkaklar" dedi. "Xo'p, mayli chiqaman" dedim. Maryam onaga ham kinosida ko'rgansizlar-ku. "Ibodatxonaga nimaga kirding? Soni ayol bo'lib turib" deb anaqa qilgan, uni Xudo aytganda Maryam onaga. Anaqa kir bor, marosimga qatnash, ibodatxonaga kir. Ya'ni Alloh uchun ayol va erkak ular. Excuse me. Ana bu joyda ham o'z eshigini oldida tursam, excuse me deyapti burjlar. Lekin sevgida qabul qilib chiqib ketaveraman. Thank you so much. Okay. Yes, I understand. Yes. Mana shu Al-Aqsa. Ko'rdinglarmi? Xo'p, mana bu yerda biblioteka bor ekan, kutubxona. Mayli bitta shu yerda ham ana ko'rsa, energiyasini polni shu territoriya. Ana shu hudud hammasi Al-Aqso deyilar ekan. Al-Aqso deyilar ekan. Tosh deb aytishar ekan nimani. Qaranglar, yaltillab ko'rinib turibdi hamma joyda. Hozir sizlarga Gefsimanskiy parkni ham ko'rsataman. Xudoga ulandinglar qizlar Amazonda. Men ataylab shu paytga to'g'riladim va o'zi shunga to'g'ri keldi. Nasiba ham shunga to'g'ri keldi. Ana bu yer tinch bo'ladi-da. Ana urush janjallardan xoli. Bu Al-Aqso, mana shu Al-Aqsoni o'zi ham bu masjid necha marta udarlarni, bombalarni ko'targan. Ana shu Al-Aqso. Mana bu nimaga As-Sahroga ham necha marta hujum bo'lgan. Qubbat As-Sahroga ham. O'shaning uchun bu juda qo'riqlanadi. Bu joylar. O'shaning uchun bittalab bitta qilib tekshirishadi. Isroil elchixonasiga kirganimda ham 3 marta zaпрос bo'ldi. Qayta dokumentlarim bilan yana bir kirdim. Yana chaqirdi, yana suhbatga. Oxiri nima qildim? Oxiri YouTube kanalimni ko'rsatdim. Men palomnikman dedim. Men masterman dedim. Men duxovniy masterman. Uchitelman. Men duxovniy rostim uchun kerak. Men borishim kerak. Mana ko'ringlar. Men Muso alayhissalom Garamaiseya yo'da ham anaqa qilib kelganman. 4085 kilometr. Men hozir Quddusga borishim kerak. Menga viza beringlar dedim. Kanalimni ko'rgandan keyin bir oy deganda 20-25 kun deganda vizam chiqdi-da. Tak, mana Al-Aqsa. Ana shu Al-Aqsa o'rtoqlar. Xo'p, endi ketaveramiz. Davom etamiz. Telefonimda ana zaryadga qizil ko'rsatdi. Uspeyim. Ulguramiz, Xudo xolasa. Endi mana bu shu devorda nari yog'iga ham bir qaray dedim. Shu menimcha stena platcha bo'lsa kerak-da. Ana yerda agar zaryadga yetsa, chiqish yo'lakchalari bor edi. Anaqa xot ajab to'g'ri narsalar sotadi. Bularni ovqatlarini sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Agar hozir zaryadga yetsa, chiqquncha mana hozir polni ongiz miraj qilyapti. Mirajda ong o'tadi, birinchi tasvirlarni muhrlaydi onga, keyin tanangizni ham sodir bo'ladi. Qanchadir paytda tortib olasiz tanada.
lekin man уже kanal ochdim. Man yana bir marta sizlarni olib kelguncha kelib ketishim kerak. Kuzdami kelib ketsam уже nima daveriyaga kiramanda anaqa nima qilmasdan nima edi narushение qilmasdan kelib ketganim uchun, qolmaganim uchun, masalan ishlashga kelib ham qolmaganim uchun va vaqtida ketganim uchun kelib ketganim uchun viza beraveradi. Bo'ldi, men Quddusga yo'l ochib oldim. Endi menga zeleная дорога Quddus. Xohlagan paytimda kela olaman. Endi hozir agar yana bir marta kelib ketsam, уже 2 martada men nimaga kiramanda? Ularning daveriyasiga kiraman. Уже bu qolmaydi. Bu ishlashga bormagan deydi-da. Уже men gruppani olib kelaman deganimda ham olib kela olaman. Faqat endi u yerda bu sot stansiyasi o'rtoqlar, sot degani sud qilinasiz. Ya'ni rosa sizni avra astarizni tiklaydi elchixona. Men nimaga hozir aytdim, qishloqqa yangi yilda ota-onam bilan ustozlarimni ko'rib tabriklab kelganimdan keyin tush ko'rdim. Tushimdan Iso payg'ambar kirdilar, chunki bu Quddusda vladekasi Iso payg'ambar. Iso payg'ambar agar yuqori aralashsa sizga, bu yoqqa kelishingizga, bo'ldi, yerdagilar hech qanaqa qarshilik qila olmaydi. Yerdagi burjlar, pastki olam vakillari hech qaysi aniq qila olmaydi. O'shaning uchun eng birinchi ruxsatni yuqoridan olish kerak, yuqori olamdan. Keyin Iso payg'ambar tushimga kirdilar yanvarda. Qishloqqa borib kelganimdan keyin. Men yo'lda ketyapman. Menga qarab kulib turibdilar. Oldilariga bordim. Men tanidingmi dedilar. Ha, siz Iso payg'ambarsiz dedim. Keyin kuldilar. Siz dedim, amakimning o'g'liga o'xshar ekansiz deyapman-da. Ha, o'zi amakimning o'g'liman deyaptilar. Yur, men senga viza bilan pul beraman dedi. Keyin mana ana shunaqa hozirgi ajoyiblik nimaga keldik? Shunaqa uyga keldik, keyin shunday tokchadan bitta konvert oldilar. Ichida ajab to'g'ri g'alati boshqa mamlakatlarning puli. Keyin uning ichida viza. Mana bu viza, mana bu pul. Bo'ldi, men senga pul viza qilib berdim, ana shu joyda uyg'onib ketdim. Keyin ertasi kunidan taqillatib nima dedim, dokumentni taxlashni boshladim. Men aytdim, bo'ldi. Уже dabro berildi tepadan. Уже Iso payg'ambarni o'zi aralashdi. Все, уже men viza olaman. Taq dokumentlarni taxlab olib keldim. Keyin dokumentlarni taxlab topshirib borganimdan keyin bir 20 kunlarni o'tdi. Vizaviy sentrga bordim, topshirdim. Keyin ulardan yana nima keldi, sizni dedi elchixona chaqiryapti, kirar ekansiz suhbatga dedi. Keyin o'sha elchixonadan bir rus ayol telefon qildi. Undan bir kun oldin tush ko'ryapman. Tushimda onamning uyidaman. Onam aytayaptilar, pasporting keldi. Ana dedilar. Dedim. Viza berdim Quddusga dedim, Yerusalimga. Bilmayman, pasportingni berib ketishdi. Qara deyaptilar tushimda. Keyin borib shunday tokchadan oldimda qarasam, ana 7 talik shag'ami bor yahudiylarda. O'sha shag'am bo'lar ekanda nima elchixonani vizasida. Keyin o'shani nima qildim? O'shani ko'rdim tushimda. Ha dedim, urra, Quddusga viza oldim deyapman-da. Ya'ni tepada birinchi menga viza berildi, yuqori osmonda. Nur ustozlar, payg'ambarlar, avliyolar, kuratorlar. Chunki men o'tdim imtihondan, ekzaminadan o'tdim bularni. Keyin menga yana bitta kod gapni eslab qoldim. Onangga qaraganing uchun yur, senga pul bilan viza beraman dedi Iso payg'ambar. Dedim, onangga qaragan uchun. Demak, men onamni olib kelib qaraganim uchun juda katta ekzamindan o'tganman. Chunki ona va bola energiyasi Iso payg'ambarning hayotida juda katta rol o'ynaydi. Maryam onaga nisbatan onaga bo'lgan mehrni Iso payg'ambar nihoyatda kuchli his qilgan. Chunki Maryam ona o'ta katta imtihonni ayol boshi bilan hammasiga chidab bergan. Onam o'shaning uchun onani otani rozi qil degan gapni men nihoyatda chuqur angladim bu safar. Va bejizga onamga imtihondan o'tishga bormagan ekanman. Ota-onani rozi qilish. Bu joyga Iso payg'ambar ota-onasini rozi qilgan. Agar ota-onangiz o'tib ketgan bo'lsa ham, ularning ruhiga sevgi bering. O'sha sevgi tepaga boradi. Keyin tepada ular qaror qilar ekan. Tepada. Keyin nima berdilar?
Ha dedim, taqir taxladim. O'sha ertasi kuni tush ko'rganimni nimada onam tokchada pasporting keldi degan tushni ko'rganimdan keyin onam nima ertasi kuni ertalab shu tushni ko'rdim ham ertalab uyg'ondim. O'sha kuni nima telefon qilyapti elchixona. Ertaga suhbatga kela olasizmi? Albatta dedim. Soat 11 ga chaqirib bordim. Tarjimon, konsul yordamchisi va konsul 3 kishi mana imtihon savol javob bo'lyapti-da, bu tepada ham bo'lyapti, pastda ham men bilan bo'lyapti. Keyin hammasini taqillatib javob berdim. Nega bir o'zing ketyapsan? Chunki men bir o'zim yuraman dedim. Keyin aytdi, "Sen u yoqqa bormagansan, qanaqa yurasan? Men hamma joyga o'zim yuraman. Ingliz tilini bilmaysan-ku. Let's with me speaking English" dedim. Ingliz tilida gaplashinglar men bilan dedim. Men conversation'ni bilaman dedim. Suhbatlashish, og'zaki grammatni bilmasam ham, lekin bemalol dardimni ayta olaman. Dedim de I can speak, I can ask. Hamma narsani shuni aniq qilganimdan keyin, please dedim, men YouTube kanalimni ko'ringlar dedim. Keyin ular okey yozib ber dedi. Yozib berdim. Keyin o'sha kun soat 11 da elchixonadan chiqqan bo'lsam, soat 5 da viza center qilyapti. Nazarova ertaga kelib pasportingizni olib keting. O'sha yerda o'zida chiqishim bilan vizani bosganda. Keyin ertasi kuni bordim. Ochsam, xush kelibsan Great Country Israel deb qo'ygan kitobcha bilan konvertda pasportimni ochsam viza turibdi. Xuddi tushimdagidek qichqirdim. Urra, Quddusga viza berildi. Quddusga, Yerusalimga. O'shaning uchun eng birinchi ruxsatni ilohiyotdan olasiz. Agar sizning ishingizga Xudo aralashsa, hech kim to'xtata olmaydi. U narsani men ana Yesianskiy mana bu yoqda. Sizlarga o'shani ko'rsatmoqchi edim. Men o'tib ketib qolibman u. Hozir mana bu yoqqa qaytay. Shunaqa yoqdi u bog' menga hali. Voy, telefonim to'lib ketdi. Sizlarga hali bilmayman necha kunda buni yetkazib beraman. Ya'ni Quddusni Yerusalimning birinchi proyeksiyasi ochildi bizga. Birinchi proyeksiyasini ochdik. Endi qizlar bu joylarni tortib olish uchun eng birinchi o'zingiz yurtingizni avliyo pirlarini, azizlarni rozi qilishingiz kerak. Uyda o'tirmay, o'shaning uchun tinmadim. Ko'rdingizlarki, 7 pir ham qolmadi. Samarqand, Buxoro ham qolmadi. Toshkent ham qolmadi. Hamma joyga anaqa bordim. O'shaning uchun eng birinchi o'zim yurtimni, ulug'larini, avliyolarini ochib chiqdim o'zimga. Ana undan keyin ular rozi bo'laveradi, siz ochilib ketaverasiz. Siz o'zingiz yurtingizga ochasiz, o'zingiz yurtingiz sizga ochiladi. Ana undan keyin keyingi etap chet ellarga ochilish bo'ladi. Shuning uchun ham birinchi odam o'zini yurtini ochsa yur. Mana shu devor. Mana ko'ryapsiz, mana shu juda katta devor. Ana shuni orqasi Maryam ona, Zakariya payg'ambar va boshqa o'zi ham hamma boshqa payg'ambarlar bor ekan. Keyin Abu Shalom degan bitta ular Davud alayhissalomning o'g'li bo'lgan ekanlar. O'shalar haqida men payg'ambar ongi birda, ikkida Davud alayhissalom haqida o'tganman. O'shanda ham gapirganimni esladim. O'sha demak o'shalar shular ekanlar deb ularga ham ulanib ketdim bu yerda. Alayhissalom butun dunyoda energiyalar bor. Chunki ular bilasizlar, ular o'lmaganlar, hamma payg'ambarlarga ham ruhiy ustozlik qilganlar, avliyo pirlarga. O'shaning uchun ularga hamma joyga Xizr alayhissalom hamma joyda bo'la oladilar. Hindistonda ham, mana bu Yevroistonda ham, Isroilda ham Yevroiston deyman bu joyda. Nima bu yoqda ham, Rossiyada ham, O'zbekistonda ham u Xizr bo'va hamma joyda. Xizr, hozir Xidr ismlari, nomlari ko'p. Hamma joyda bo'la oladilar ular. Mana ko'ryapsiz, mana shu Gefsiman park. Uni sizlarga go'zalligini alohida o'sha yerda o'zidan olganman. O'sha joylarda peshkom yurdim, yiqildim, o'rnimdan turdim, yana yurdim, yig'ladim. Men ana qiyinchilik, charchoqdan yig'laganim yo'q. Payg'ambarlarning o'ta og'ir sinovli hayotini yashab o'tgan sarsongarlar, nimayda tilim ham qovushmay. Sarsongarlik o'shanaqa kunlarni kechirganlarini, ular normalni yashamaganda, ya'ni tinch, maza qilib yashamagan. Ular har kun, har lahzada imtihondan, sinovdan o'tishgan. Shundan yig'ladim rosa. Mana o'ylaymanki, sizlarga bugun mosh energiya berildi. Qaranglar, kecha Ali Halilga bordim, 9 chislo. Ya'ni Xevron. Bugun 10-chislo. 10-mart kuni sizlar yangi programma bilan obnovlение bo'ldinglar. Yangilandinglar. Hammamiz yangilandik. Hammaga muborak bo'lsin. Bugungi moshniy energiyalar butunlay hujayralaringizgacha singib ketsin, butunlay joylashsin.
bugun kecha hamma tushlaringizda me'raj ko'ringlar. Me'rajga, menimcha me'rajga chiqsalaringiz kerak bu kecha. O'shaning uchun nima? Inisiatsiyalarni-chi juda kuchli eshitinglar. Endi mana inisiatsiya qulog'iga kira olmayotganlar, darslarni o'zlashtira olmayotganlar, sizlarda bo'layotgan jarayon mana bunaqa. Ruhiy tana bor, qalb bor va jismoniy tana bor. Ya'ni ruhiy tana bilan, ruh bilan jismoniy tanani o'rtasida qalb bo'ladi. Ana shu qalb yopilib ketgan, juda qattiq bo'lib yopilib ketgan. Ana shu qalb ochilmayapti-da, o'shaning uchun inisiatsiyani eshita olmayapti, o'ta olmayapti, kursdan kursga, bosqichdan bosqichga o'ta olmayapti. Ya'ni qalb tosh bo'lib ketgan, ko'p yig'lash. O'shaning uchun kinolar ham beryapman, inisiatsiyalarda ham qancha ko'p yig'lasangiz yengil bo'lasiz-ku, qalbda bir qavati ochiladi-da. Qalb qotib ketgan. Ana shu qalb qotib ketgani uchun ham uyg'onish, mana bu kletkalar nurlarni o'zlashtirish qiyin bo'ladi. Qalbi ochiq o'ta, keyin bu qalb ochilish deganda o'ta ishonch kuchli bo'lish kerak. Mana shu ozgina bola maydagina narsaga ham ishonib ketaveradi-yu. Ana shu boladay bo'lsa odam har narsaga, mana hozir masalan aytaylik, mana shu joydan bo'ldi, men hozir chiqib ketdim osmonga, men chiqib keta olaman desam, ishonsam bo'ldi, chiqib ketaman. Lekin mana shunga, ana shunaqa ishonish, bolalarcha ishonish o'ta sof bo'lish kerak. Ana shunda qalb energiyalarni tez qabul qiladi. Qabul qilmayaptimi, demak qalb yopiq, nihoyatda tosh bo'lib qotib ketgan. Uni inisiatsiya ham bo'shata olmasa, darslar ham bo'shata olmasa, kinolar ham bo'shata olmasa, qalbni yenga olmayapti, ocha olmayapti. Qalb unda qotib ketganligi, vibratsiya, chastota pastligi. O'shaning uchun qalbini ko'p ochishga harakat qilsa, qalbni ochuvchi narsa bittagina so'z u ishonch. Ishonch o'ta darajada kuchli bo'lsa, qalb ochilishi boshlaydi. Mana shu joylarga kelishimga men shunaqangi ishonganman, nihoyatda ishonganman. Ana endi inisiatsiyadagi nima sovg'alar berilsa, payg'ambarlar hammasini beryapti-da. Men bo'lsa hayron bo'lib o'tiribman. O'ta ishonch bilan aytganman-da, inisiatsiyalarning hammasi patokdan kelgan. Ana shu inisiatsiyalar o'ta sof, o'ta yuqori jannat qavatlaridan kelgan chastota energiyalari ular. Ana shular ochish kerak. Endi agar mana ko'ryapsiz, o'ta maydalab beryapman. Hamma narsani, korreksiyani ham, kublarni ham, hamma narsani. Endi agar shunda ham uyg'ona olmasangiz, shunda ham o'ta olmasangiz, demak endi men qanaqa yondashay sizlarga? Endi aytinglar, qilmagan nima ishim qolgan bo'ladi? Mana hammaga bir xil energiya berilyapti. O'shaning uchun ham har bir insonning o'zida inshaalloh Xudo xolasa qalblaringiz ochiladi. Qalb ochilsa bo'ldi, nurni kirg'izaveradi. Qalb ochilsa tamom, ruh bilan tanangizni ulaydi. Ruh bilan ulanish hayotingizni jannatga aylanib borishi, orzularingiz lahzada amalga oshishi boshlaydi. Ana shu qalb ochilishi. Shuning uchun mana jivoy, nima deydi, jonli efir ham qilib degan hozir shu joyda o'zida. Hozir 1 minut. Tak. Endi men sizlarning ovozlaringizni ochsam bo'ladi. O'zicha men bunaqa tursam bor-ku, mana as-sahrani ko'rib turasizlar boyagidek. Ana ko'rinyapti. Men undoqroq turayman. No. This Moscow. Mana olma deyapti. Voy, mana shu odamlar bilan ishim bormi? Mani dardim nima? Dardim qizlarga energiyani o'tkazib berish. Yaqinroqga borsam ham bo'ladi menimcha. Sal yaqinroqga bo'ladi. Ikki odamlar o'tyapti-da, o'rta yo'lda. Xo'p, qani Muhabbatxon. Hammanikini ochaman, Mahbuba. Mohira Aliyeva ochdim. Yulduz Tolmasovni mana ochdim. Boyadan beri Yulduz javrab yotuvdi. Oching mana. El Anra. Qizlar, nimalaringizni kameralardan ochaveringlar. Nima bo'pti? Ana atib o'tirgan bo'lsanglar. Hech narsa qilmaydi. Bas.
Hozir mana hozir Manzura Poverji ochdim sizni ham. Mavluda Toshpo'latova. Hozir man qolganlarni ham qo'lchasini ochib chiqayda, o'zi hammasi kamerada ko'rinsin. Endi hozir mana Toshkentda necha bo'ldi soat? Hozir mana qo'l ko'targanlar ochyapman. Kara Musnika ochdim. Tak, Miyassar ochdim. Tak, hozir Fotima ochdim. Rayana, bilmayman, Xosiyat ochdim. Tak, yana ochdim. Ketma-ket endi gapiraverasizlar. Yana hay. Yana tak, Sharifa Sohiba ekan. Mehribon ochdim. Purshi ochdim. Tak, Lobar ochdim. Keyin yana kim ekan? Mana Ibrohimova bilan sizni ham ochdim. Nodira sizni ham ochdim. Menimcha mana qo'l ko'targanlar ochdim o'rtoqlar. Kamerachilar ochinglar kamerachilar. Mana Xosiyat, Safura, привет. Salom. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Rahmat, sizlarga ham qabul bo'lsin. İlk bor tashlagan o'sha rasmlaringizni ko'rganda shunaqangi energiya kelganini his qildim. Iloyim. Nigora Kara el kirdingiz, Xosiyat, El Anras, Sohiba, yana kim aytvoray, Muhabbatxon, Toshmurodova Mahbuba, Gulmira Bahriddinova, Kenjayeva Matluba, Alimova Oydin, Nizomiddinova, nima ekan Nizomiddin, ana shu o'zinglar ism familiya qo'yinglar. Kara Musnika, salom. Mana bivshiy o'quvchilarim, bular yo'q bo'lib ketuvdi bular. Quddusni ko'rib yana paydo bo'lib ketdi. Bular qayerda yuruvdi, nima qilyapti men bilmayman. Yulduz Tolmasovna, Rayana, Dildora, Rasula mana aytib chiqdi. Hamma qalban birga ekanda, siz ko'rdingizmi? Qalbingiz tortib oldida hammamizni. Rayhon opa, yaxshimisiz? Uzilib yulinib kelyapti ovozlaringiz nimagadir. Endi nimagadir emas, endi dunyoni u chetidasizlar, bu chetidaman-da. Ustoz, gapiraymi? Qarang ustoz, bugun ishdan keldim-da, eshitilyaptimi ovozim? Ha? Eshitildimi ovozim? Allo. Bo'lib ketyapti ovozlaringiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Menda ham aylanib yotdi. Bugun yaxshimisiz? Mana ham o'ting. Lofarni ham o'ting. Nima yana? Nima? Qabul bo'lsin ustoz. Bo'lsin, bizga ham nasib qilsin. İnşallah. Ustoz. Nariyoqqa qarasam telefonni mana olyapsan deydi. O'shaning uchun o'zim qaratib ketyapman. Sizlar bilan dardim bormi? Dardim Meroj mana. Og'iz ochishga palov qilyapman men. Rayhon opa. Assalomu alaykum Nur ustozim. O'sha siz yurayotgan joyda bir opam borlar. Sizlarni-chi ovozlarni anaqa bo'lyapti. Mana shundoq ketaveraychi. Mana shundoq. Mana. Mana Meroj aylanamiz, kelinglar. Mana hozir Xatokdan kelyapti. Aylanyapmiz. Mana. Bilmay qoldik. Assalomu alaykum ustoz. Ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Bizga ham nasib qilsin. Menda shamol bo'lyapti, balki shuning uchun nima bo'layotgandir. Ovozlar yaxshi kelyapti lekin. Ovozlaringiz. Ovoz yaxshi kelyapti. Kamera chiqmayaptimi? Yaxshi joy topib olaychi. Kechki shamol boshlandi. Endi iftorlikka tayyorgarlik boshlanadi bu yoqda. Endi odamlar keladi. Men asta-sekin otelga ketaman hozir. Mana. Biz ochib oldik ovozlarimizni. Bugun 12-chizoda mosh oldi gruppa energiyani bor-ku. Hozir. Qayerda? Siz Izrail qaysi shahrida joylashgansiz? Qaysi otelda? Men Isroil shahridaman. Yuribman-da, divideniyadaman deb o'shaning uchun anaqa bo'lyapti. Hozir mana masjid sizlarga ko'rsatib aylanib ketay devdim-da.
Так, задняя камера. Да, вот все. Xosiyat oyday bo'lib chiqib o'tiribdi. Qo'l ekranda. Shu bosib As-Sahroni energiyasini olay deyapti-da. Ha, mana hozir. Dano sariq anaqasi ko'rinsin. Toshni ko'rdinglar, gumbazni ko'rdinglar, atrofini ko'rdinglar. Mana. Nur ustozim, Isroilda bugun moshni energiya oldinglar. Hozircha bugun juda tiniqlashadi anaqa nimalaringiz ham, ongingiz ham, tushlaringiz ham. Bugun juda o'zi shu necha kunlardan beri qizlar yozib o'tdi. Rayhon opa, Me'raj va Isro yana u payg'ambar kirdi, bu payg'ambar farishtalar bilan unaqa yurgan ekanman. Hozir kim edi bitta joncha, ana chat girtdan rasmlar tashladingiz-ku. Matlubamidi ya, kim edi? O'sha nima shunday As-Sahroni ustidan nurlar yog'ilib yotganini berdi dedi. Hammasi to'ppa-to'g'ri. Mana. Iloyim keyingi yil Ramazonda ana shu o'quvchilarim hammasi shu joyga tanasi bilan, oyog'i bilan yetib kelsin. Endi bu yilgi reytinglarda hamma joyda tanani o'tkazish bilan bo'lamiz qizlar. Kimdir ekranga chiqib qoldi, sizlar yopasizlarmi? Kimdir ekranga chiqib qolishdi, yopinglar, o'zingizlar ochiq turaveringlar. Lekin mana ekranimda chiqib qoldingizlar. Ha, bo'ldi qizlar, bo'ldi. Men topib oldim yana. Chunki men ko'rib yursam, mana o'sha ko'rib olsam, anaqa hamma iftorga ketib berib tayyorgarlik. Shamol sovuq boshlandi. Men yuqqa kiyimlar olib kelibman-da. Mana 4-chi nima? Yuqqa kiyimlar olib kelibman, qavat qilib kiyib yuribman. Falastin, Isroil issiq bo'lib ketgan deb o'ylayman-da. Hozir mana yaqinidan mana xuddi yonidasizlar-da, mana yoninglardagidek ko'rib turibdilar. Qaranglar. Ana shu quyoshli joyga, mana shu joyga o'tdik. O'zi menimcha Al-Aqsoga kelib, Al-Aqsa tarafga keldik, yo'qdalar. Yo'q, kelib qoldim. Mayli, men 3-chi jetdan ketaman. Qizlar bo'ldimi? Bo'ldi desanglar, nimaga ketay? U yoqdan ketaman. Sizlarga ana yo'lak ichini ham ko'rsatmoqchi edim. Ketish. Bo'ldi, mana qolganlar ham ko'rib oldi, etirgalar oldinglar. Tamam. Bo'ldi. Zaryadkam juda kam qoldi. Hozir tip etib o'chib qolmasin. Qani yuringlar, endi bu yoqqa yuramiz. Bo'ldi qizlarjonlar. Ana birortani savol-javob qilamiz. Lichkamga yozasizlar nimalaringizni. Tak, endi men 3-chi jetdan yuraman. 3-chi jetdan chiqib ketaman. Ha, mana bu yoqdagi. Qo'y, mana Ashalchani yurishni qaranglar. Sizlar ham nevaralar. Ben o'zimnikini topib oldim. Bak, mana bu nimachammi? Apparatchamni anaqaga soling-da. Uchdan. Bu 4. Mana 3-chi eshikdan tushaman men. 3-chi eshikdan tushaman. O'sha joyda ham juda bir nima tuzli aholisini energiyalarini olinglar demoqchiman-da. Hamma hozir 1 minut. Yerlarni olib yotibmanmi? Sumkamni yopib hozir. Hozir 1 minut. Ana endi mana katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz, tashakkur bildiramiz bu joyda energiyalarga. Shu joyda bibliotekalariga katta rahmat. Juda ham moshni energiya oldik. Hambalarimizni. Hozir minnatdormiz. Allohimma mana shahar ko'rinishi. 2, ha, mana bu yoqda 3. 3-chi jet mana bu yoqda. Tak, mana 3-chi eshik. Men bu yerdan chiqaman. Xuddi nima kelganday bo'lasizlar-da shunda.
Hozir. Katta rahmat. Sevgilarim. Al-Aqsaga. Ana shu tarafdan keldim. Biz ko'pchilik shu tarafdan keladi. Shu tarafdan chiqadi bu yoqqa. Ana terpiniya bo'lmasdan sabrsiz hislaringiz bosildi ancha. Voy o'zi ham qizlar qachon qo'yasiz video deb garang qilib yuborishdi. Yana ozgina sabr qilinglar dedim, qo'yaman dedim. Yana ozgina sabr qilinglar dedim. Mana bugun aytdimki, bizga o'zi atalgan kun borda Xudoni. Birinchi bu energiyalarni o'zimga o'tkazib olishim kerak edi. O'zimga o'tkazib olsam, ancha yengil bo'lsam, keyin bemalol sizlarga ham o'tkazib olaman. Bu joylarni birinchi kelganda mana shu joydan kiriladi. Shu joydan kirdim. Mana namoz. Shuncha odam iftor qilishga kelyapti, men ketyapman. Chunki men energiyasini zo'r oldimda. Tilayotgan payti. Xo'p, mana. Voz bor, sizlarda yo'q jonchalar, menimcha. Rayhon opa, katta rahmat. Ilohim, ana shu yo'l to'g'ri olib ketaveradi meni. To'g'ri mehmonxonamga boradigan katta yo'lga chiqib olaman shu yo'lda. Hozir. Evet. Mikrofonni o'chiringlar, iltimos, juda xalaqit beryapsizlar. Aytdim. Anaqadan aytdim-da. Ahramdan o'tayotgan telefonni birdan yopdim. Ana qilmasam. Shuncha energiyalarimizni, esirlarimizni. Tak, mana o'tdim. Mana qaraylik, eski Quddusda energiyalar o'ta qadimiy energiya. Mana shunaqa narsalar sotadi bu yerda. Boshqalankimi? Bularni shashligi menga yo'qdi. Qanaqadir ichiga pripravalar solarkanda, shunaqa yo'qdi. 2-3 kundan beri ikkitadan shashlik qo'ydirib, sendviç qilib yeyapman. Ana ko'raveringlar. Ana xalqning oddiy hayoti. Mana kelinglar endi ovqatlarni ko'ramiz. Ay. Sho'rpa. Sho'rpa deyaptilar. O'sha suyga ovqat desam devdim. To'g'ri, tashavvuraman, plastikka olib keling, niyat qilib menga bitta. Mana bularni nimasi? Bizaniki deydi, mana shashlik qiladiganlar ham. Birga. Karmadan chiqsangiz bo'ldi. Mana ana shu men karmadan chiqdim. Shundan bilaveringlar. Karmadan chiq. Kim ana yashil fartuq taqib ovqat qilyapti? Kim u? Ekranga chiqib qolyapti. Hozir. Men bu yerda ham bir eshiklarmi, bir narsalar borlar, xullasgina. Men 3 ta g'olibni aniqladim. 3 ta g'olib Nimagina aytmayman, Toshkentga chaqiraman. Toshkentga man keldi. Qizlar haq Ustozlik ko'rinmayapti videosi. Ekranga chiqmayapti qizlar.
mana bu yozuv qaranglar. Habash farmachi deb qo'yibdi. Eskida qal'a bo'lganmi bu joylar? Bularni keyin ana totli shirinliklari ham bor. Qizlar iltimos. Rayhon opa bordilarmi? Biz ham bordik-da. Bir butunmiz u hammamiz. Bitta qismimiz borib keldilarmi? Hammamiz borgan bo'lamiz-da, Xudo xolasa. Hammamizni ziyoratlarimizni Alloh qabul qilsin. Amin. Rahmat kunlarda rahmat nurlarimizni mukammal qilsin. Mag'firat kunlarda mag'firat nurlarimizni mukammal qilsin. Ro'za o'zi 3 ta 10 kunlikka bo'linadi-da. Birinchi 10 kunlikda rahmat nuri, rahmat eshiklari ochilib, rahmat nuri yog'ilar ekan. Rahmat nurlarimizni mukammal qilsin. Keyingi 10 kunlikda ertadan boshlab mag'firat eshiklarimiz ochilib, mag'firat nurlari yog'ilar ekan insonlarga. Mag'firat nurlarimizni mukammal qilsin. Amin. Eshiklarimiz ochilib, jannat nurlarimizni mukammal qilsin. Hammamiz rohatlarni ko'rib, Alloh roziligiga erishtiruvchi yo'llarda yuraylik. Qalbimizga hamdlar bilan birga. Energiyalaringiz yaxshi, zo'r bo'libdi. Mashalloh. Gruppadagilar. Hammangizga sog'lik, salomatchilik tilayman. Men musofirdaman. Har kun mana shu nima tashlasalar shuni ko'rib boraman, Rayhon opam. Juda ham ta'sirlandim. Asr namoziga kiyinib turgan edim. U tarafda jonli efirda nimaga asrga azon aytildi. Sirazi turib namozimni o'qib shu kiyimimni teshmaganman ustimdan. Hammaga sog'lik, salomatchilik tilayman, tansihatlik. Men Xorazmdanman o'zim, Xorazmdan. Xudo xolasa shu gruppadagilari o'g'lima to'y qilsam, hammang taklif qilaman shu kuni. Inshaalloh. Hammamiz bir-birimiz bo'ladilar, Xorazmdanman. Hammaga tuxumbarak pishirib yediraman, tuxumbarak. Ajoyib qilib. Super. Hammangizga omad. Meni opajonim bo'ladilar. Men hozir Xorazmdaman. Bo'ldi, opa-singillarga mehmon bo'layotganmiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. Xorazmga ziyorat qilib, nimaga borasizlar? Sultonavis buvaga borasizlar, Xivani aylanasizlar. Xudo xolasa taklif qilaman, aytaman. Xohlovchilar, imkoni borlar kelib, aylanib ketadi. To'yga taklif qilaman, Xudo xolasa. Xivaga borasizlar. Men ham boraman. Bo'ldi, Xudo xolasa inshaalloh. Hammamiz yaxshi, ko'nglimizdagi yaxshi niyatlar ko'ziga yetsin. Hammamiz yaxshi kunlarimiz. Alloh akbar. Amin. Go'zal, o'ta ham chiroyli, nurli. Men sizlarni birinchi marta ko'rib turibman. Ustozi mana hozir payg'ambaronga bir darslarda men yaqinda qo'shildim. Hozir sizlarni ko'rib, shunaqa ham yuzlaringiz nurli bo'lganda o'zimni sizlar bilan bunday nima qilib ko'rsam, o'ta ham nurli insonsizlar har birlaringizda. Rahmat, sizlarni borlaringizga shukr. Allohim shunday insonlar davrasida qilganiga behisob shukronalar aytaman. Ustozimizga ham bugun shu nima niyatda borgan bo'lsalar, Merojda arshi a'loga chiqaman deb Alloh bilan bir ulanaman deb o'tdilar. Ilohim ustozimizni ham Alloh niyatlariga yetkazsin. Ilohim qatorda hammamiz bu kecha mana shu ro'za Ramazonda bugun mana hozir opamiz aytganlaridek birinchi 10 kunlik rahmat darvozasi ochilsa, hammamizga Allohim o'zi rahmatlarini yog'dirsin. Shu ustozimizga ham nur va rahmatlarini yog'dirsin. Bizga shuncha
shuncha bilim ilmlarni o'tkazib berdilar, nurlanish yo'liga olib kirdilar shu ustozimiz. Ilohim tanu jonlari sog' bo'lib hammamizni keyingi yilga birga Masjidil Aqsoda mana shu yerda o'tirgan, duoga qo'l ochgan hammani Robbim taolo o'zi keyingi yilda hammamizni birgalikda qo'lma-qo'l ko'rishlashib bo'lishligimizni Alloh nasib etsin. Jannatlarda ham birga ko'rishlikni Alloh nasib etsin. Ilohim. Amin. Ilohim. Amin. Amin. Rahmat. Hammamizni birgalikda olsin ilohim. Xuddi avvaldan tanishgandek, tanish odam, yaqin odamlarni hech kimi chiqib ketasi kelmaydir o'sha gruppada xuddi sog'inib bir-birsini kutgan odamlar bir ko'rishib gaplashib turgandek bo'lib turibdi. Endi birinchi marta ko'rishib turgan bo'lsak ham. Ruh yaqin, ruhlar. Paydo bo'lib o'tirgandir. Mana shuncha inson nur yo'liga kirgan. Hammamiz hozir tepadan ustozimiz aytganlaridek, hammamiz bitta o'sha jannatdagi ustozlarimiz ham hozir hammalari bizani bitta nuqtada yig'ib, mana ko'rib ol o'zingni jannatdagi birga kiradigan shu nimadan kiradigan, darvozadan kiradigan, o'zingni jannatdagi yaqinlaringni ko'rib tanib ol deganda bekorga hozir bu yerda yig'ilmadik-da. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha yaxshi kunlarda bo'linglar, hammalaring salomat bo'linglar. Sizlar ham hammalaring sog' bo'linglar, hammalaringni yaxshi ko'raman. Qalban Mana birgamiz. hammalaring yaxshi ko'raman, sog' bo'linglar. Azonda kirgandik, azonda xayrlashyapmiz. Hammaga ilohiy yo'l Alloh tomon Allohga yetib borish hammamizga nasib qilsin ilohim. Amin. Hammangizga rahmat. Endi men og'iz ochishim kerak. Ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Sog'lik qilib olinglar.